Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga pensiya oladigan har bir odam uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 4 avgust sanasi atrofida pensionerlar pensiyasi bloklanadi. Jamg'arma 6 ta sababni aytdi degan gaplar ko'paydi. Ko'pchilik vahimaga tushyapti. Endi mening pensiyam ham to'xtab qoladimi? Bank kartam bloklanadimi? Uyda yotgan keksa onamning pensiyasi nima bo'ladi? Chet elga ketgan pensionerlar pensiyasini ola olmaydimi degan savollar juda ko'p. Men bugun bu mavzuni oddiy, tushunarli tilda, lekin ekspert sifatida batafsil tushuntiraman. Eng muhimi, hamma pensionerlarning pensiyasi bir kunda ommaviy bloklanadi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Odatda pensiya bloklanishi yoki to'xtatilishi aniq sabablar bo'lgandagina yuz beradi. Shuning uchun bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Siz pensioner bo'lsangiz ham, ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz pensiya olsa ham albatta bilib qo'ying. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men 6 asosiy sababni, kimlar xavotir olishi kerakligini, kimlar xavotir olmasligini, qanday hujjat tayyorlashni va pensiya to'xtab qolmasligi uchun nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha yugur-yugurdan, navbatdan va asabiylashishdan qutuladi. Avvallari ko'p pensionerlar pensiyasini odatdagi tartibda olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir naqd pul shaklida, kimdir ishonchnoma orqali farzandi yordamida olardi. Ayrim hollarda pensioner yashash joyini o'zgartirsa ham, hujjatlar vaqtida yangilanmasa ham, tizim bu holatni darhol sezmasligi mumkin edi. Masalan, odam boshqa tumanga ko'chib ketgan, lekin pensiya hujjati eski manzilda qolgan, yoki pensioner uzoq muddat kasalxonada bo'lgan, bank kartasidan farzandi foydalanib kelgan, yoki bir kishi chet elga ketgan, lekin pensiya kartasiga pul tushishda davom etgan. Hozir esa davlat organlari, banklar, pensiya jamg'armasi, FDIO, migratsiya, soliq va boshqa bazalar o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Bu nimani anglatadi? Endi tizim ko'proq holatlarni avtomatik tekshiradi. Pensioner tirikmi? Manzili to'g'rimi? Hujjatlar amal qiladimi? Nogironlik muddati tugamaganmi? Ishonchnoma haqiqiymi? Pensiyani oluvchi shaxs haqiqatan ham haqli shaxsmi? Bank kartasida muammo yo'qmi? Mana shular tekshiriladi. Shuning uchun odamlar orasida 4 avgustda bloklanadi degan vahima paydo bo'ladi. Aslida bu kabi sanalar ko'pincha muayyan tekshiruv, hujjatlarni yangilash, identifikatsiyadan o'tish yoki ma'lumotlarni solishtirish jarayoni bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Muhim tomoni shuki, pensiya faqatgina qonunda ko'rsatilgan asoslar bo'lsa to'xtatiladi yoki vaqtincha ushlab turiladi. Agar pensionerning hujjatlari joyida, ma'lumotlari to'g'ri, kartasi ishlayotgan bo'lsa, u odam har oy pensiyasini odatdagidek olaveradi. Lekin ayrimlar uchun xavf bor. Ayniqsa hujjatida xato bo'lgan, uzoq muddat pensiyani o'zi olmagan, nogironlik muddati tugagan, chet elda yurgan, ishonchnomasi eskirgan, bank kartasi bloklangan yoki vafot etgan odam nomiga pul tushayotgan holatlar alohida tekshiriladi. Endi men 6 ta asosiy sababni birma-bir tushuntiraman. Eng ko'p uchraydigan muammolardan biri shaxsiy ma'lumotlardagi nomuvofiqlik. Masalan, pasportda ism Muhammadjon deb yozilgan, eski pensiya hujjatlarida Mamatjon deb ketgan bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 12 mart. Boshqa hujjatda 20 mart bo'lib qolgan, yoki familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin pensiya bazasida eski familiya turibdi. Oddiy misol, Toshkent viloyatida yashovchi oltaki yoshli ayol pasportini ID kartaga almashtirdi. Yangi hujjatda familiyasidagi bitta harf boshqacha yozildi. Bankdagi ma'lumot eski, pensiya jamg'armasidagi ma'lumot boshqa, ID kartadagi ma'lumot yana boshqa bo'lib qoldi. Natijada keyingi oyda pensiya tushishi kechikdi. Bu pensiya butunlay olib qo'yildi degani emas. Lekin tizim bu bitta odammi yoki boshqa odammi degan savolni aniqlashtirguncha to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Pasportini yaqinda almashtirganlar, familiyasi yoki ismi o'zgarganlar, hujjatlarda eski kirilcha va lotincha yozilishda farq borlar, tug'ilgan sanasida xato bo'lganlar. Kim xavotir olmasligi mumkin? Hamma hujjatlari bir xil, bank kartasi o'z nomida. Pensiya hujjatlari to'liq bo'lgan odamlar. Bunday holatda nima qilish kerak? O'zingiz yashaydigan tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Yoningizda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni ham oling. Agar familiya nikoh yoki ajrim sabab o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki ajrim hujjatini olib boring. Arizada shaxsiy ma'lumotlarimni yagona bazadagi ma'lumotlar bilan moslashtirib berishingizni so'rayman deb yoziladi.
ko'pincha muammo shu yo'l bilan hal bo'ladi. Bu juda nozik masala. Pensiya faqat tirik pensionerning o'ziga yoki qonuniy vakiliga to'lanadi. Agar FSHD va ya bazasidan odam vafot etgani haqida ma'lumot kelsa, pensiya to'xtatiladi. Bu normal tartib. Chunki vafot etgan odam nomiga pul tushishda davom etsa, keyinchalik bu pulni qaytarish masalasi chiqadi. Lekin hayotda xatolar ham bo'ladi. Masalan, bir xil ism familiyali ikki kishi bo'lishi mumkin. Biri vafot etgan, lekin tizimda adashib boshqa odamga ta'sir qilgan. Yoki ma'lumot noto'g'ri kiritilgan. Yoki pensioner uzoq vaqt bank kartasidan foydalanmagan, naqd pul olmagan, manzilda ko'rinmagan. Shunda tizim qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Misol uchun 75 yoshli boboning pensiyasi har oy kartaga tushib turgan. Lekin boboning o'zi qishloqda, kartasi esa shaharda o'g'lida bo'lgan. Boboning o'zi bankka bormagan, terminaldan foydalanmagan, hech qanday identifikatsiyadan o'tmagan. Tekshiruv paytida pensiyani haqiqatda kim olyapti degan savol tug'iladi. Agar bobo tirik va rozilik bergan bo'lsa ham hujjat tartibda bo'lishi shart. Kimlar xavotir olishi kerak? Yoshi katta, uydan chiqa olmaydigan, pensiyasini uzoq yillar farzandi olib kelayotgan pensionerlar. Shuningdek, chekka hududda yashab, hujjati eskirgan yoki tibbiy sabablarga ko'ra o'zi bankka bora olmaydiganlar. Bunday odamlarning oila a'zolari oldindan tartibni to'g'rilab qo'yish kerak. Agar pensioner yura olmasa, pensiya jamg'armasiga yoki bankka murojaat qilib, sayyor xizmat imkoniyatini so'rash kerak. Ayrim holatlarda mas'ul xodimlar uyga borib holat tekshirishi mumkin. Notarial ishonchnoma rasmiylashtirilsa, unda pensiyani olish huquqi aniq yozilishi kerak. Umumiy vakolat degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Aynan pensiya to'lovlarini olish, bank hisobidan foydalanish, hujjat topshirish kabi vakolatlar ko'rsatilgani ma'qul. Ko'p fuqarolar pensiyani yoshga doir pensiya sifatida emas, balki nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi sifatida oladi. Bunday pensiyalarda muddat masalasi juda muhim. Agar nogironlik guruhi ma'lum muddatga berilgan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tish vaqti kelgan bo'lsa, vaqtida tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli tibbiy tartibdan o'tish kerak bo'ladi. Aks holda to'lov to'xtatilishi mumkin. Masalan, iki guruh nogironligi 1 yil muddatga berilgan fuqaro bor. Uning hujjatida nogironlik muddati 1 avgustgacha deb ko'rsatilgan. Agar u iyul oyida qayta ko'rikdan o'tib ulgurmasa, avgust to'lovi avtomatik ravishda to'xtab qolishi mumkin. Bu jazo emas, balki huquqni tasdiqlovchi hujjat muddati tugagani sababli amalga oshiriladigan tartib. Yana bir misol, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba 10 yoshdan oshgan. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topshirmasa, pensiya to'xtashi mumkin. Chunki tizim uchun asos kerak. Bu shaxs hali ham ta'lim olayaptimi yoki yo'qmi? Agar o'qishni tashlab ketgan bo'lsa, huquq tugaydi. Agar o'qishda davom etsa, ma'lumotnoma bilan to'lov tiklanadi. Bu yerda eng katta xato oldin ham olib yurganman, yana tushaveradi deb o'ylash. Yo'q, muddatli pensiya va nafaqalar muddat tugaganda albatta qayta tasdiqlanadi. Nogironligi umrbod belgilangan odamlar esa odatda har safar qayta ko'rikdan o'tmaydi. Lekin shaxsiy ma'lumotlar baribir to'g'ri bo'lishi kerak. Ba'zan odamlar pensiyam bloklandi deydi. Lekin aslida pensiya jamg'arma tomonidan to'xtatilmagan bo'ladi. Muammo bank kartasida bo'ladi. Masalan, karta muddati tugagan, karta yo'qolgan, PIN kod bir necha marta noto'g'ri terilgan, bank xavfsizlik sabab kartani bloklagan, hisob raqam yopilgan yoki boshqa bankka o'tish jarayoni to'liq tugamagan. Misol, pensionerning kartasi 2024 yil iyul oyida amal qilish muddatini tugatdi. Avgustda pensiya hisoblangan. Lekin karta faol bo'lmagani uchun puldan foydalanish imkoni bo'lmagan. Pensioner esa pensiyamni bloklashdi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda turishi yoki qaytishi mumkin, lekin kartani yangilash kerak bo'ladi. Yana bir holat. Pensioner yangi bank kartasi ochgan, lekin pensiya jamg'armasiga yangi hisob raqamini xabar qilmagan. Eski kartasi yopilgan, yangi karta esa bazaga kiritilmagan. Natijada to'lov kechikadi. Shuning uchun bankni yoki kartani almashtirsangiz, albatta pensiya bo'limiga xabar berish kerak. Kartadan farzandlar foydalanish ham alohida xavf. Men ko'p ko'rganman. Pensioner kartasini o'g'liga beradi, o'g'li pul yechadi. Keyin karta yo'qoladi yoki bloklanadi. Bankka borganda esa karta egasini o'zi kerak bo'ladi. Agar pensioner yura olmasa, masala murakkablashadi. Shuning uchun kartani begonalarga bermaslik, PIN kodni hech kimga aytmaslik, SMS xabarlarni tekshirish, karta muddati tugashidan oldin yangilash juda muhim. 5-sabab,
chet elga chiqib ketish yoki doimiy yashash joyi o'zgarganini bildirmaslik. Chet elga ketgan pensionerlar masalasi ham ko'p savol tug'diradi. Agar pensioner vaqtincha mehmonga, davolanishga yoki farzandiniga ketgan bo'lsa, bu avtomatik ravishda pensiya yo'qoladi degani emas. Lekin uzoq muddat chet elda bo'lsa, doimiy yashash uchun chiqib ketgan bo'lsa, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, tegishli organlarga xabar berish kerak bo'ladi. Nega bu muhim? Chunki pensiya tizimi odamning yashash joyi, fuqarolik holati, tiriklik tasdig'i va to'lov usuliga bog'liq. Agar odam O'zbekistonda yashayapman deb turib, aslida yillar davomida boshqa davlatda bo'lsa, tizimda savol paydo bo'ladi. Ayrim hollarda chet eldagi pensionerdan tiriklik guvohnomasi yoki konsullik orqali tasdiq talab qilinishi mumkin. Misol, 70 yoshli ayol Rossiyaga qizining oldiga 8 oyga ketdi. Pensiya kartasiga tushib turdi. Lekin O'zbekistonda kelinda qoldi. Kelin har oy pulni yechdi. Keyin tekshiruvda pensionerning o'zi O'zbekistonda emasligi ma'lum bo'ldi. Bu yerda darhol jinoyat demaymiz, lekin savollar paydo bo'ladi. Pensioner tirikmi? Rozi bo'lganmi? Pul unga yetib borganmi? Ishonchnoma bormi? Hujjatlar bo'lmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Doimiy yashash joyini o'zgartirganlar ham ehtiyot bo'lsin. Masalan, Samarqanddan Toshkentga ko'chib kelgan, pensioner propiskasini o'zgartirgan, lekin pensiya hujjatini yangi hududga o'tkazmagan. Bir necha oy muammo bo'lmasligi mumkin, lekin keyingi solishtirishda nomuvofiqlik chiqadi. Shuning uchun manzil o'zgargan kuni emas, imkon qadar tezroq pensiya bo'limiga murojaat qiling. Eng jiddiy sabab pensiya noto'g'ri tayinlangan yoki ortiqcha to'langan holatlar. Bu har doim ham pensionerning yomon niyati bilan bo'lmaydi. Ba'zan hujjat xato kiritiladi, ish staji noto'g'ri hisoblanadi, ish haqi ma'lumotida farq chiqadi. Bir vaqtning o'zida ikki xil to'lov tayinlanib ketadi. Lekin ayrim hollarda odam muhim o'zgarishni yashiradi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola o'qishni tugatgan, lekin bu haqda xabar bermagan. Yoki nogironlik guruhi bekor qilingan, lekin odam eski hujjat bilan to'lov olishda davom etgan. Yoki vafot etgan pensionerning kartasidan qarindoshi bir necha oy pul yechgan. Mana bunday holatlar aniqlansa, nafaqat pensiya to'xtatiladi, balki ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Real hayotiy misol. Bir oilada bobo vafot etgan, lekin bank kartasi nevarasida qolgan. Pensiyasi yana 3 oy tushgan, nevara pulni ishlatgan. Keyin FHD ma'lumoti tizimga tushgach, to'lov to'xtatilgan va ortiqcha olingan 3 oylik pensiyani qaytarish talab qilingan. Agar har oy 1 million 500 ming so'mdan tushgan bo'lsa, jami 4 million 500 ming so'm qarzdorlik paydo bo'ladi. Bu pulni bilmay oldim deb qo'yish bilan masala yopilmaydi. Chunki vafotdan keyingi to'lov qonuniy meros puli emas, u qaytarilishi kerak bo'lgan ortiqcha to'lov hisoblanishi mumkin. Yana bir misol, pensioner ishlayotgan bo'lsa. Bu har doim pensiya to'xtaydi degani emas. Yoshga doir pensiya olayotgan ko'plab odamlar ishlashi mumkin. Lekin ayrim maxsus to'lovlar, ustamalar yoki imtiyozlar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odam ishga kirganini xabar qilishi kerak bo'lgan holatda xabar bermasa, keyin qayta hisob-kitob chiqadi. Shuning uchun o'zingizga tegishli pensiya turi bo'yicha aniq tartibni bilish juda muhim. Endi men eng muhim savolga javob beraman. Oddiy pensioner 11 avgustdan qo'rqish kerakmi? Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, pasportingiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, o'zingiz tirikligingiz va yashash joyingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, sizda ortiqcha vahima qilishga asos yo'q. To'lov odatdagi tartibda davom etadi. Lekin quyidagi holatlarda albatta tekshirib qo'yish kerak. Pasport yoki ID kartangizni yaqinda almashtirgan bo'lsangiz, familiya, ism, ota ismi yoki tug'ilgan sana bo'yicha hujjatlarda farq bo'lsa, kartangiz muddati tugagan bo'lsa, pensiyani ishonchnoma orqali boshqa odam olayotgan bo'lsa, nogironlik muddati tugash arafasida bo'lsa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, chet elda uzoq muddat bo'lsangiz, yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, vafot etgan qarindosh nomiga pensiya tushishda davom etgan bo'lsa, ayrim odamlar menga hech kim telefon qilmadi, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Bu ham to'g'ri emas. Ba'zida SMS kelmaydi, qo'ng'iroq bo'lmaydi, lekin tizimda muammo turishi mumkin. Eng yaxshi yo'l oldindan tekshirish. Ayniqsa oilada yoshi katta yura olmaydigan pensioner bo'lsa, farzandlar keyin ko'ramiz demasligi kerak. Chunki pensiya to'xtab qolgandan keyin uni tiklash uchun vaqt ketadi. Hujjat yig'iladi, navbat bo'ladi, bankka boriladi, ariza yoziladi.
Birinchi nozik jihat. Pensiyaning bloklanishi bilan bank kartasining bloklanishi bir xil narsa emas. Pensiya jamg'armasi to'lovni hisoblab bergan bo'lishi mumkin, lekin bank kartasi ishlamagani uchun siz pulni yecha olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Bunday vaziyatda avval bankdan hisobingizni tekshiring, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya to'xtatilsa ham sabab bartaraf etilgandan keyin ko'p hollarda to'lov qayta tiklanadi. Masalan, nogironlik qayta tasdiqlandi, hujjatdagi xato tuzatildi, karta yangilandi, tiriklik tasdiqlandi. Shunda to'lanmagan davr uchun ham qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin bu har bir holatda alohida ko'riladi. Agar huquq haqiqatan tugagan bo'lsa, masalan, talaba o'qishni tugatgan bo'lsa, u davrdan keyingi pensiya tiklanmaydi. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma muddati. Ko'p odamlar bir marta ishonchnoma qildim, umrbod o'tadi deb o'ylaydi. Yo'q. Ishonchnomaning muddati bor. Unda vakolatlar aniq yozilishi kerak. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, farzand bankdan pul ola olmaydi. Pensiya jamg'armasida hujjat topshira olmaydi. Pensioni yura olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyati haqida so'rash kerak. To'rtinchi nozik jihat qarindoshlar o'rtasidagi kelishmovchilik. Ba'zan bir farzand pensionerning kartasini olib yuradi, boshqasi esa onam pulini olmayapti deb shikoyat qiladi. Bunday holatda tekshiruv boshlanishi mumkin. Pensiya pensionerning shaxsiy mablag'i. Farzandlar uni o'zaro bo'lib oladigan daromad sifatida ko'rmasligi kerak. Agar pensioner o'zi pulini kimga berishini aytsa, bu boshqa masala. Lekin majburlash, yashirish yoki kartani olib qo'yish mumkin emas. Beshinchi nozik jihat qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim hollarda odam pensiyam bloklandi deydi, aslida pensiyadan ma'lum miqdorda ushlab qolish bo'layotgan bo'ladi. Masalan, aliment, kredit qarzi, sud qarori, ijro varaqasi bo'lishi mumkin. Pensiyaning hammasini olib qo'yish mumkin emas. Lekin qonunda belgilangan miqdorda ushlab qolinishi ehtimoli bor. Shuning uchun bankdan ko'chirma oling. Ijro byurosida qarzdorlik bor yo'qligini tekshiring. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pensiya hujjatlaridagi ma'lumot bilan bir xilmi shuni ko'ring. Agar farq bo'lsa, kutib o'tirmang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? SMS xabar ulanganmi? Hisob faolmi? Karta bloklanmaganmi? Shuni bankdan so'rang. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, yangisini oldindan oling. Yangi karta yoki hisob raqam ochsangiz pensiya bo'limiga xabar bering. Uchinchi qadam, agar pensiyani boshqa odam olayotgan bo'lsa, ishonchnomani tekshiring. Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Unda pensiya olish vakolati aniq yozilganmi? Notarial tasdiqlanganmi? Bular muhim. Agar pensioner yura olmasa, mahalla, notarius, bank yoki pensiya bo'limidan uyga xizmat tartibini so'rang. To'rtinchi qadam, nogironlik yoki boshqa muddatli to'lov bo'lsa, muddati qachon tugashini daftarga yozib qo'ying. Qayta ko'rikdan o'tish uchun oxirgi kunni kutmang. Kamida 20-30 kun oldin hujjatlarni tayyorlang. Tibbiy xulosalar. Ambulator karta, shifoxona ma'lumotlari, avvalgi qarorlar kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzandlar uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Ayniqsa BMDagi yoshdan oshgan va kunduzgi bo'limda o'qiyotganlar buni unutmasin. Ma'lumotnomada ta'lim shakli, kursi, o'qish muddati aniq yozilgani ma'qul. 6-qadam, chet elda bo'lsangiz yoki yaqin kunlarda ketmoqchi bo'lsangiz, pensiya bo'limidan o'zingizning holatingiz bo'yicha tartibni aniqlashtiring. Qo'shnim shunday qilgan ekan degan gapga ishonmang. Har bir holatning huquqiy asosi boshqacha bo'lishi mumkin. Konsullik orqali tiriklikni tasdiqlash kerakmi? Ishonchnoma kerakmi? Karta bilan bog'liq cheklov bormi? Oldindan biling. 7-qadam, agar pensiya tushmay qolsa, vahima qilmang, lekin darhol harakat qiling. Avval bankdan hisob ko'chirmasini oling. Pul kelganmi yoki kelmaganmi? Agar pul kelmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga boring. Arizada falon oydagi pensiya to'lovim kelmadi, sababini tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Ariza topshirganda nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. 8-qadam, hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlang. Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlar, ishonchnoma, nogironlik hujjati, o'qish ma'lumotnomasi, nikoh yoki familiya o'zgargan hujjatlar hammasi tartibli tursa, muammo chiqqanda tez hal qilasiz. Demak, hurmatli yurtdoshlar, unda algus atrofida gaplarni vahima sifatida emas,
ogohlantirish sifatida qabul qilish kerak. Hamma pensionerlarning pensiyasi bir kunda sababsiz bloklanmaydi. Lekin 6 ta sabab: shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligi, tiriklik holati tasdiqlanmasligi, nogironlik yoki imtiyoz muddati tugashi, bank kartasidagi muammo, chet elga ketish yoki manzil o'zgarishi. Ortiqcha yoki noqonuniy to'lov holatlari pensiya vaqtincha to'xtashiga olib kelishi mumkin. Men sizga maslahat beraman, bugunoq ota-onangizning hujjatlarini, bank kartasini, ishonchnomasini, nogironlik yoki o'qish ma'lumotnomasi muddatini tekshirib qo'ying. Muammoni oldindan bartaraf etish pensiya to'xtab qolgandan keyin yugurishdan ancha oson. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyangiz kechikkanmi? Kartangiz bloklanganmi? Pensiya jamg'armasida qanday javob berishgan? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki birgina vaqtida aytilgan ma'lumot kimningdir pensiyasi to'xtab qolishining oldini olishi mumkin.